Amir Avtosavdoda arzonga Gentra mashinamiz ko'rishinglar mumkin. 2015-yil 2-versiya mexanika korobkasi bo'ladi. Kraska holati bitta oldi kirilo, bitta orqa kiriloda bor ekan. Qolgan joylar radno ekan. Bemalol ko'rsatib tekshirib olasizlar. 187 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. 4 ta yumshoq yangi balon qo'yilgan. Salon qismidan ham ko'rsataman. Salonlari ham ideal holatda turibdi. O'zining zavodskiy chexollarida ko'rdan ko'ringlar, rollar qo'yilgan, Tesla Mentor, video registrator, 906 pultlari bor ekan. Mashinamiz propan pakeleni gazda uстановка qilingan ekan. Mashina kuzovi ideal holatda turibdi. Hech qanaqa qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Mashina 50 nomerda sizlar xohlagan hujjatni qilib berishadi. Texnik holati ham tayyor holatda ekan. Motor korobka hadovalari ham hech qanaqa ishlari yo'q. 2015-yil 187 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Narxini tortishib sizlar maza qilib nishinga uchun $6850 ga tushirib qo'ydi. $6850 ga 2015-yil 2-versiya mexanika Gentra mashinamiz.